Operator mana mikrorayon поворот yo'li, ko'chani bo'yidagi domdan, kirpishni domdan 76 mingga srochniga bitta 3 xonali uyimiz chiqdi. Kirpishni mana shu kattagina zalda, mana shu televizor nima ko'ryapsizlar, hammasi mana shu yerga qoladi. Yangi remont qilgan hali hech kim bir soat ham kirib yashamagan. Ko'chani bo'yidagi dom. Mana shu kattagina zalda operator tashqari taraf eshikdan kiraverish, chap qo'limizda mana shunaqangi dizayn qilgan, o'ng qo'limizda mana shunaqangi garderob zona qilgan. Bu xonani menga yoqqan tarafi vanya tualeti razdельный bo'ladi. Operator alohida ko'rsatsangiz bo'ladi. Unitaz alohida va mana shu yerga rakvina cho'miladigan joyi alohida. Kattalar uchun yotoqxona operator. Kattalar uchun yotoqxona, televizor, 9 panel divan, termozona qilgan. Ikkita trezasi bor, ko'chani bo'yida. Ana endi bolalarimiz uchun bitta detskiy xonani ko'rsatamiz. Bolalar uchun yotoqxona, divanchasi bor, chiroyli remont qilgan, gilamchalar to'shalgan. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan bitta kuxnyani ko'rsatamiz. Bitta mana shu yerga xolodilnik qo'yish kerak. Agar u egasi bilan kelishsangiz, u yoqqa qo'yib beraman debdi. Kir yuvish mashinasi, rakvina, gaz plita, sensorni mana shu vitishga do'xontirni katyolan bor. Bu xonasiga ham trezasi bor. Kimga qiziq bo'lsa 67 kvadrat, narxi esa 76 ming, ozgina savdosi ham bor. 76 ming pulim yo'q, 50% berib qolganini ipoteka qilsam bo'ladimi deganlar uchun ipoteka ham bo'ladi.